Xonamizda ichkarilarimiz xohlasa ustagam qilgan ishlari. Ichkari gullarimizga ham baho berib qo'yasizlar. Shunaqa gullarni ham o'rnashtirib mana bu tomonlarni ham terib xohlasa. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastga nomerlar yozib qo'yamiz mana. Xudo xohlasa bu turishlari o'ta boshqacha bo'ladi. Xudo xohlasa kimga xizmatlar kerak bo'lsa, ustagam xizmatda nomerlarni qo'yib qo'yamiz, telefon qilaverasizlar. Hamma joyda xullas bir xil chokda mana. Chok degan narsa umuman bo'lmagan. Keyin traventinni ham baho berib qo'yasizlar, yonidan yaltirlab turishiga. Hamma ustalar aytadi, jemchuk emas, bu boshqa narsa. O'sha jemchuk bo'lsa sarg'ayib qoladi bu narsa. Jemchuk emas bu. Turishlar. Tiyagalarigacha o'zlari qo'yishib, o'zlari shunaqa qilib tayyorlab berishadi. Ana yonidan ko'rinishlar o'sha uzoqdan yarqilay, kechqurun ham yorqin bo'lib nur sochib turadi-da. Fosforga o'xshab. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ustagamga uchiraverasizlar. Ustagam o'zi ishni bitirib beradi, xudo xolasa.